Bu ko'rib turganingiz 100 tadan birinchi quduqning qurilishi. Suv. Siz ko'rib turganingiz bu Kenimeni qishlog'idagi bir necha daqiqalar ichida chiqqan toza ichimlik suvidir. Birinchi quduq tayyor, yana 99 ta qoldi. Sizlarga bu video albatta yoqadi. Bu yerda qurilayotgan 100 ta quduq yarim million aholiga toza ichimlik suvini ta'minlab beradi. Keniya qishlog'idagilar biz qurib bergan bir nechta quduqlardan juda ham minnatdor. Endi biz shimol tarafga Nayriri qishlog'ining maktabiga qarab yo'l olamiz. Ishlar qalay? Men buni kutmagandim. Yaxshi kutib olganingiz uchun rahmat. Men buni qanday ta'riflashni bilmayman. Men bundan juda ham minnatdorman. Biz kelganimiz sharafiga bular bayram uyushtirdi. Nolanga bu yoqdi. Nolan men tanigan odamlar ichida eng ajoyibi buni bilaman. Rostdan ham. Keyin bizga maktabni ko'rsatishdi. Mana biz mehmonlarimiz. Ishlar qalay? Kuni yaxshi o'tyaptimi? Tanishganimdan xursandman. Xayrli kun. Menga o'qituvchilardan biri aytdiki, maktab o'quvchilari mana shu ko'lmakdan suv ichishayotgan ekan, lekin bu juda ham xavfli. O'quvchilaringiz mana shu yerdan suv oladimi? Chidash qiyin. Suvni baribir qayerdan deb olish kerak. Ko'rib turganingizdek, yana o'sha holat. Biz uni tozalashga harakat qilamiz, chunki biz bu suvdan ichamiz. Ular menga har xil shikoyatlari bilan keladi. Misol uchun qorindagi og'riqlar, diareya, har xil yana kasalliklar. Bu vaziyatni ko'rib turish juda ham og'ir. Bu suvni ichgan bolalar yoki kasal bo'ladi yoki vafot etishi mumkin. Shunga majbur. Lekin biz bu qishloqda hozir bu narsalarga nuqta qo'yamiz. Bu menimcha meni boshimga sig'masa kerak. Ha, mana boshim katta. Ko'ramiz, bu yerdan suv topa olamizmi? Yomg'ir! Juda go'zal! Shu yerdan chiqayotgan ichimlik suvi shu yo'l bilan shu bochkaga tushadi. Bu bashnaga tushgan suvlar endi suvni bosimi juda ham kuchayishini ta'minlab beradi va buni nafaqat ichsa bo'ladi, endi bunda cho'milish ham mumkin. Kiyimlarni ham endi iflos suvda yuvishmaydi. Jimmy! Nolan, aytchi, bu pushka qanchalar og'ir? Oyijon, menga o'xshagan Nolandan yana ikkita kerak. Oshna, men seni hozir bu yerdan uloqtirib yuboraman. Qo'rqmanglar, hammasi mening nazoratim ostida. Yana 20 ta quduq qurildi va tugatganimizdan so'ng bunda yana bitta bacha bor ekan. Olmanglar, meni yana bitta botinkamda suv bor. Mana biz qurgan 29-quduqning ko'rinishi. Bizni bu ulkan yer ostiga kirgizgan quvurlarimiz hatto qoloyli yerlardan o'tib yuzlab metr yer ostiga kiritildi. Toza ichimlik suv chiqadigan joyga yetib keldi. Shunday qilib butun Afrikadagi odamlar endi Nayridagi shunga o'xshash nasoslardan suv olishlari mumkin endi. Suvning mazasini ko'ramiz. Oddiy suv 18 litrli bochkalarni to'ldirish uchun 1 daqiqa vaqt ketdi. Kuniga qancha litr suv berishi mumkin? 15600 litr kuniga. Bu yaxshi, nafaqat maktabdagi 400 nafar bolalarga xizmat qiladi, balki butun maydon va maktab atrofidagi qishloq aholisiga ham yetadi. Suv uchun rahmat. Muammosiz. Bu narsa 30 yil davomida to'xtovsiz ishlashi mumkin. Buni katta davlat yoki qanaqadir mablag'lar hal qiladi deb o'ylaymiz, lekin bu unday emas. Hech qanday mablag' emas. Biz inson sifatida biz bunga yordam berishimiz kerak va bunga kurashishimiz kerak. Muvaffaqiyatlaringizning siri nimada? Rostini aytsam, o'zingizga yoqqan ishni toping va uni uzoq vaqt davomida bajaring va muvaffaqiyatlar keladi. Hozir yaqinroq kelamiz. Buni ko'ryapsizlarmi? Qarang, u bizni yozib olyapti. Yaxshi, yaqinlashtiramiz. O'zimni ko'rishim mumkin. Quduqlarni qurib bitqazdik. Bu qishloq uchun va yana 12 ta qishloq uchun. Quduqlar qurib bitqizilayotganda biz ham yangilik kiritdik. Maktablardan biriga butunlay yangi kompyuterlar o'rnatdik. Bu ularga yoqadimi? Juda ham zo'r, juda ham. Yoqqanidan xursandman. Bundan tashqari biz sinf xonalarini yangiladik. Yangi mebellar va yangi kitoblar va jurnallar berdik. O'quvchilarga futbol o'ynashi uchun ko'p ham sovg'a qildik. Hammasi uchun rahmat sizga Mr. Beast. Ularga yangi va zamonaviy proyektorlar va doskalar o'rnatib berdik. Bolalar, sizlarga proyektor yoqdimi? Biz doskalarga bor bilan yozardik. Unda ko'p chang bor edi, lekin bugun hamma yoq toza. Biz sizdan juda ham minnatdormiz. Muammosiz, bu hali kam. Biz yangi joyga yo'l olganimizda, ya'ni 45-quduqning qurilishi bo'layotgan maydonchaga kelganimizda biz tushundikki, yanada qiyinroq. Har safar suv olish uchun bir necha kilometr xavfli o'rmondan o'tishlari kerak bo'lar ekan. Va bundan-da qiyinroq bo'lgan xavfli tog'dan o'tishlari kerak. Bu suvni kech qolmasdan maktabga olib borish uchun juda erta soat 4 da turishim kerak. Bu yerdan suv olish juda ham qiyin, chunki yer
sirpanchiq shikastlanish ehtimoli juda katta. Quduq qazish ustida ish olib borilayotganda aholi menga suvni qanday olishlarini ko'rsatishga taklif qilishdi. Shu yo'ldan necha marta o'tish kerak bir kunda? 2 marta. 2 marta. Oho. Demak o'quvchilar shu ish bilan mashg'ulmi? Ha. Xudo. Agar 200 ta o'quvchi doim shunday yursa qiyin bo'larmidi? Bu juda qiyin bo'lardi. Yo'q, xudoyim. Jenurson, bu yo'l juda ham tik. Biz juda ham uzun tog'dan tushyapmiz. Har kuni bunday yurish juda ham qiyin bo'lgan aniq, lekin ular har kuni shunday yurishgan. Faqat bular shu suvni to'ldirish uchun bu yerga shuncha yo'l bosib kelishgan, ammo u yerda suv ham zo'rg'a oqar ekan. Bu har bir suv to'ldirilgan idishning vazni 18 kilogramcha kelishi mumkin. Bolalarga bu juda ham qiyin, ayniqsa to'pqa ko'tarib chiqish. Ayollar bundan ikkita ko'tarish ham mumkin. Ha, unda men ham ko'tara olaman. Va idishlarga suv to'lgandan so'ng orqaga qaytish vaqti ham keldi. Tezroq, ketdik. U hatto to'kmadi ham, kerak emas. O'zim. Endi ular kuniga bir necha soatlarini iflos suv tashish uchun sarflashlari shart emas. Ular endi maktablarini oldidan suv olishlari mumkin bo'ladi. Mana bu yerdan. Men yomon charchadim. Bu yerda biz 46-quduqni qurmoqdamiz, ammo bu yerda biz kichik muammoga duch keldik. Muammo shundaki, bu qishloq katta daryo yarmida joylashgan ekan. U hozir emas, ammo yomg'ir mavsumida suv juda baland bo'lib, ko'prikni suv bosar ekan. Bu katta muammo. Chunki kasalxona va maktablar bu ko'prikdan u yoqda joylashgan. Odamlar bu yerdan kuniga bir necha marta o'tadilar. Bu yo'l xavfli bo'lsa ham, u yoqqa o'tish uchun yagona yo'l shu. Yaqinda daryoni kesib o'tayotgan 2-3 kishi vafot etdi. Buni aqlga sig'dirish qiyin va qabul qilish mumkin emas. Biz bu gaplarni eshitgach, biz bularga yordam berishga qaror qildik va yangi ko'prik qurilishini boshlab yubordik. Biz ularga ko'prik qurib bergach, oson yurishlari uchun yo'l ham qurib berdik. Kenyadan Zimbabvagacha 3000 kilometr yo'l bosib o'tdik. Biz Afrikada bir haftadan ko'p vaqt o'tkazdik va biz hali ko'p quduqlar qurishimiz ajoyib hid kelyapti. Ha, bilaman, g'alati. Agar shu joyda to'xtatib qolasalar, qo'llarimni tushirib qolgan quduqlarni qurishda sizlarga ishonsam bo'ladimi? Biz birinchi bo'lib bu yerdagi kasalxonaga tashrif buyurdik. Bu kasalxonaga birinchi navbatda albatta toza suv kerak. Bu kasalxona qishloq aholisi uchun muhimligini bilib oldik. Bu yerda yiliga nechta bola tug'iladi? Oyga 50 dan ortiq. Demak, yiliga 600 dan ortiq bola, ishonish qiyin. Afsuski, bu kasalxonadagi homilador ayollar suv olish uchun 1 kilometrdan ko'proq yurish kerak va shu og'ir chelaklarni ko'tarib qaytarib kelish ham kerak. Ammo bizda yaxshi yangilik bor. Biz yangi quduq qurilishi uchun pul to'ladik. Endi buni ishga tushirish qoldi xolos. Xo'sh, Nolan, sen tayyormisan? Men tayyorman. Bosimni keskin kattalashtiramiz. Nolan, men tugmani bosdim. Ishladimi? Suv kelyapti. Wow! Yuring, o'zimiz borib ko'ramizmi? Bajaramiz. Menga bu odamlarni darhol kelib suv olishlari yo'qdi. Men hech qachon bunaqasini ko'rmaganman. Nolan professional raqqos, u qo'shiladi albatta. Nega men har doim raqsga tushaman? U nima qilyapti? Xudo, yetadi, men sana tomosha qilmayman. Bu qishloqda toza suv tanqisligidan boshqa transportlar ham yo'q edi. Shuning uchun biz ularga yangi velosipedlar sovg'a qildik. Tan olaman, bu yerda bolalar ko'p, lekin biz ularga yetarlicha ko'p velosiped sotib oldik. Tan olaman, men velosiped haydashni bilmayman. Jimmy faqat sovg'a qilishni biladi. Keling, yangi velosipedlarni sinab ko'ramiz. 3, 2, 1, qani ketdik. Hamma mendan o'tib ketyapti. Ehtiyot bo'ling, men haydashni bilmayman. Sayohatga bormoqchimisiz? Mayli, bolakay, bora qol. Bu 69-quduq qurilishi edi. Bu quduq quyosh energiyasi bilan ishlaydi. Bu qishloq fermerlarga yordam berish uchun. Bu quduq barcha ekinlarni suv bilan ta'minlaydi. U barcha uy hayvonlarini ham suv bilan ta'minlab beradi va hech qanday elektrlarni sarf qilmasdan. Har bir panellar quvvati 200 watt. U nasosga ulangan. U soatiga 5000 litr suvni chiqarib bera oladi. Bu suvlar bu qishloq uchun cheksiz suv degani. Zimbabveni tark etgach, biz butun Afrikadagi insonlarni suv bilan ta'minlamoqchi edik. Shuning uchun biz Uganda, Somali va Kamerunida quduqlar qurdik. Tez orada Kamerunidagi quduq qurilishini videosini joylaymiz. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bu qishloqda o'tkazgan har bir vaqt meni quduqlarning ahamiyati haqida o'ylashga majbur qildi. Fermalarga qanday yordam berganimiz, kasalxonalarga yangi sharoitlar yaratib berganimiz va eng muhimi, yangi avlod uchun bolalarning umri uzoq bo'lishlariga yangi olam turmush tarzi va barcha jamiyatning kelajagini qurish. Biz endi yangi tong kutmoqdamiz. Toza ichimlik suvi, suv bu hayot.
mahalliy aholi yordami bilan biz va nihoyat ko'prik qurilishini yakunladik. Ular endi bu ko'prikdan kamida 100 yil foydalanishadi. Hayotimiz saqlandi, oilalar birlashdi, tashvishimiz yo'qoldi. Bu yerda reklama ketyapti va biz bundan foydalanib o'zimizni PUBG'chilar uchun Sabashka Shuka UC'da reklama qilib qolamiz. Bemalol Sabashka Shuka UC'dan ishonchli va tezkor tarzda UC'lar sotib olishlaring mumkin. Hammaga omad, addushi, udushelni dushi. Videoga like bosish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat. Va nihoyat 100-quduq. Yo xudoyim, kechirasan.